Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana 5-may 2026-yil Termiz Namuna mahallasidamiz. Mana e'tiboringizda Abdurahmon akamni issiqxonalari bu yerda Malkanet F1 gibrid ekilgan. Assalomu alaykum Abdurahmon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Omonmisiz aka? Xudoga shukr. Xirmonga baraka. Umringizga baraka aka. Ha, Malkanet ekibsiz aka, mana ko'rdik. Chiroyli ko'z tegmasin. Hop, nechinchi sanada ekilgan bu Abdurahmon aka? Bular issiqxonamizga 15-dekabr kuni ekilgan. 15-dekabrda ekilgan, keyin aprelda boshidan terimga chiqa boshlaganmiz. Xo'p. Malkanet sortimiz biz 4 ta kista chikanka qilganmiz. 4 ta kista. Ona Malkanetimiz har biri 200-250 grammdan bo'lgan. Qo'y. O'rtachasi. Undan kattalari ham bor. Birinchi, ikkinchi hosillari 300 grammdan bo'lib ketdi. Aprelning boshidan terim boshlandi. Aprelda boshidan boshlandi. Hozirgacha teryapmiz mana. Nechta terim bo'ldi? Endi birinchi, ikkinchi pog'onalarni ter bo'ldi. birinchi, ikkinchi pog'ona tugadi. Har 3 kun, 4 kunda terim qilyapmiz. Hozir mana tepa pog'onalariga ham chiqibsiz. Nima deysiz gibrid haqida, mayda yirikligi haqida, tez pisharligi haqida? Bu Malkanet sortimiz birinchi yil ekishimiz. O'ta zo'r ekan. Ana bu boshqa gibridli ekkanimizlardan ko'ra ertaroq chiqdi, erta pishar ekan. Bizda birinchi rasxodlarimiz shu birinchi chiqib ko'tarib berdi-da bizda. Yaxshi pomidor ekan. U ko'pchilik aytardi, bo'shab qoladi derdi, lekin yo'q, bo'shash yo'q. O'ta qattiq pomidor ekan. Yirikliklari-chi? Yiriklilari mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Pomidorimiz. Pomidorlarimiz yaxshi, ko'z tegmasin. O'ta go'zal bo'lgan. Qattiq pomidor ekan. Bizga ko'pchilik aytardi, Malkanet bo'sh bo'lib qoladi, isib ketsa deganda. Mana mayda 5-chisi hozirgacha bo'shab qolgani yo'q. Kun issiq. Kun issiq. Kunlar isib ketdi o'sha. Boshqa nima suvni yaxshi ko'rar ekanmi, oziqani yaxshi ko'rar ekanmi, nimasiga ehtiyot bo'lish kerak ekan bu gibrid eksa? Bu Malkanetga aka ko'p e'tibor ham kerak emas ekan o'zi. Ekib qo'yib, suvini berib tursangiz bo'ldi ekan. Bunga ko'p oziqa ham shart emas ekan. Bunga boshqa sortlardan ko'ra oziqani kamroq berganmiz. Endi birinchi, ikkinchi kislari yaxshi yetilib qolgani uchun oziqadan qo'rqdik berishga. Yana bomba bo'lib ketmasin deb. Yo shunda ham mana tepalarigacha bir 6 martalar oziqa berganmiz bo'ldi-da, boshqa oziqa ham berganimiz yo'q. Faqat tersiylar bo'ldi ekan deb o'tdi o'zi. Lekin bandi qattiq bo'lar ekan, uni qachi bilan terish kerak ekanda. Mana dehqonlar ko'rishingiz mumkin. Bo'lgan voqealarni tasvirga tushiryapmiz. Abdurahmon akam o'zlari bilan tirik guvoh etib turibdilar. O'ta yaxshi pomidor ekan. Tavsiya qilaman ekadiganlarga. Endi biz 1 gektar issiqxonaga 1 gektar issiqxonamiz bor. Shundan 25 sotiqga ekkanmiz-da. 25 sotiqga ekkanmiz, qolganiga Dantina sortdan ekkanmiz. U ham yaxshi gibrid. U ham yaxshi. Endi bu erta pishar sortini inobatga olsak, keyingi yil Xudo xolasa yarimiga Malkanet ekanmiz. Boshlanishiga narx yaxshi vaqtga. Narx yaxshi vaqt edi. 22 minglik payti chiqarib boshlaganmiz. O'ta yaxshi. Barakasini bersin. Mana ko'ryapmiz. Xirmonga baraka. Shuncha pomidorni terib olishingizga sizga kuch-quvvat tilaymiz Allohdan. Barakasini bersin, aka. Mehnatingizni rohatini ko'ring. Dehqonlar mana sizlarga ham tavsiya qilamiz, ko'rib turibsizlar. Ko'rishingiz mumkin.